Bay bay. Soğan dolduk ortaklar. Gap boşum emas. Dostlar, bugungi video ülkemiz uy-joy narxiga boshlanadi. Shovat kanal bo'yinda qo'rqmay aytsak ham bo'ladi. Yangi domdan yangi 2 xonali kvartira sotuvga chiqdi o'rtoqlar. Eslatib o'tamiz, yangi dom, yashalma, paket 2 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Like shutdan chiqmasin dostlar. Dostlar, xudo xolsa bekdan yetib keldik. 3 qavatli ikkinchi qavatda 2 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Yangi domdan 2 xonali kvartira o'rtoqlar. Har bir etajda 3 ta xonadon yashayotgan ko'rdingizmi? Podyezdlar maqburatni miramlab döşab turibdi. Chetdan kvartira sotiladi. Ishlar bo'lsa, yangi zamonaviy ishlardan qo'yilgan bo'lsa, rasxod qilib o'tirmaysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Chana keldik ekan dostlar. Girayimizda katta bir koridor, prixochka. Uzundan keladigan bo'lsak 6,5. Eni 2,5 o'rtoqlar. 6,5 2,5. Shpoklogidan chiqib turibdi o'rtoqlar, ko'rdingizmi? Garajda chet tomonda avtomat ключатель har bir xona teng bo'lsa. Meda bir под заказ prixochka mebel. Taxlab berasa. Ishlar tayyor. Uyni yesib qo'yib beramiz o'rtoqlar. Shuning ichida laminat döşab turibdi. Remont bo'lib turibdi o'rtoqlar, alashtirmaysa, salozini bespорядок bo'lishi mumkin. O'ng tomonda hojatxonasi. Temiz kafel, круглый kafel urgan. İtalyanskiy stollar qo'yilgan bo'lsa, suv filtrlari bor ekan, suv sho'chchiklari qo'yilgan bo'lsa, filtrli. Beremet to'shib tashlabdilar. Kiruvchi mashina uchun. Polkalar ham bor ekan bo'lsa, to'g'risi. Meni juda bajan qo'yarsa. Bonimiz bizda dush bo'ladi, vannas. Svetитель qo'yilgan. Beremet to'shib tashlabdilar, to'g'risi. Отопление o'tgan. Xurchishasam bor. Havolanish uchun. To'simlar yeb turibdi. Mashina samozyonimiz dostlar. Keyin xonadamiz, bu bizda kuxnya bo'ladi o'rtoqlar. Kuxnyamiz ham yomon emas, 4 metrdan tushgan. To'shaklar turibdi o'rtoqlar, ko'rdingizmi? Temiz laminat, gazlar bor ekan. Sho'chchilar bilan berib bizda kollektor. Теплополники. Двухконтурный котел Airfil firmasından qo'ygan. Meda bir под заказ mebel taxlab berasa, bundan tashqari balkonimiz ham bor ekan dostlar. Ochib qo'yarsa, bemalol havolanib turaveradi. Rozetkalar bor. Men ham shuning fon yoki oddiy kuxni avvaldan urib berasa dostlar. Ishlari tayyor qo'yib beriladi. Keyin xonadamiz o'ng tomoni. Bu bizda spalnya bo'ladi. Razmerga keladigan bo'lsak, 6,5 shamning bor o'rtoqlar. 2 ta ayna bo'lsa, yo'l tomoniga qarab turibdi. 100% to'pli pol, ko'rdingizmi? Registrlar yo'q. Rozetkalar bor. To'plaga turibdi do'stlar. Yana bir televizor olib berasa, katta televizordan ajoyib cho'tki mashina turadi. Illyustra. Spalnya gap qo'shib emas, katta razmerda tushgan bo'lsa. Keyin xonamiz dostlar bizda zal bo'ladi. Zalimiz ham yomon emas. 6,5 ning bor o'rtoqlar. Lamin o'tirishib turibdi. Shpoklogidan chiqqan fon yoki bo'y burbasi. Menda bir mebel taxlab bersangiz ham bo'ladi dostlar. Chiroyli. 2 ta dostlar zo'r tomonga qarab turibdi. Mendan shunday ahvol. Shpoklogidan chiqqan. Rozetka antenni kodlang, internet gap turibdi o'rtoqlar. Katta bir televizor olib berasiz. Bu yerda. Shu zal 6,5 ning bor o'rtoqlar. Yana dostlar, o'sha kvadrat bizda 80 adashmasam, dokumentlardan muammo yo'q, shundan bir qator ko'rishlarni tekshirtirib, sotib bo'larsa. Narxga keladigan bo'lsak dostlar, 500 aytib turibdi. 3 qavatli ikkinchi qavatida 80 kvadratlik 2 xonali kvartira 500 milyon. Endi gelishi bor o'rtoqlar. Faqat narxi sotiladi. Ekrandagi telefoni murojaat qilaverasiz dostlar. Zal, spalnya, kuxnya и санузел. Katta bir koridor prixochka o'rtoqlar. 6,5 3 metrdan bor. Keyingi videoda shuncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока. Yangi dom, yangi 2 xonali kvartira.
Hamma narsa bo'lsin, shuning joyida yashab o'tirish. Ular kuchadan chiqmasin.